Assalamu alaykum, hürmetli televizor körgüçüler. Yaxşımsızlar? Yaxşımsızlar. Dünya Uyg'ur qurultayı Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Men riyosatchi Zumratay Erkin. Bugun seyşembe. Hürmetli ko'rmanlar, tövende diqqatinglar kunlik xabarlar programmamizning tafsiloti bo'lsin. Uyg'urlar uchrayotgan irqiy qirg'inchilik yoritib berilgan Shavqin Suran nomli hujjatli film 17 mart Jenevada o'tkazilgan xalqaro film festivalida shvetsariyalik tomoshabinlar bilan yuz ko'rishdi. Orqadallar mazkur film 18 mart kuni kechda yana Xatar ostidagi millatlarni qo'g'dash tashkilotining o'rinlashtirishi bilan Shvetsariyaning poytaxti Bern shahrida ko'rsatildi. Mazkur filmning asosli personajlaridan Dunyo Uyg'ur qurultiyi tadqiqot markazining mudiri, elga tanilgan pedagog Abduvali Ayıp apandim Jeneva ham Bern shaharlarida o'tkazilgan film ko'rsatish faoliyatiga bevosita qatnashib, mazkur filmning rejissyori David Novak apandim bilan birga tomoshabinlarning Uyg'urlarning navbatdagi vaziyati haqida so'ralgan turli savollarga tafsiliy javob berdi. 17 mart Jenevada o'tkazilgan film ko'rsatish marosimiga Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqin Iso apandim bevosita qatnashgan edi. 18 mart Shvetsariyaning Bern shahrida o'tkazilgan film qo'yish kechiligiga Shvetsariya Uyg'ur jamiyatining raisi Rizvanay, Dunyo Uyg'ur qurultayi Sayya komitetining mudiri Andeli Qarxali qatorliqlarni o'z ichiga olgan Shvetsariyadagi bir qism Uyg'ur qarindoshlarimiz qatnashib, Abduvali Ayıp apandimga madad berdi. Shavqin Suran filmi 2023-yili 6-oyda tunji bo'lib Yangi Zelandiyada o'tkazilgan 2023-yili xalqaro hujjatli film festivalida tomoshabinlar bilan yuz ko'rishgan edi. Film rejissyori David Novak va film ishlaguvchi Janice Engelhardt tarafidan ishlangan bu film yuqoridagi festivalga qatnashtirilgan 4000 dan ortiq film ichidan tanlanib, jinoyat va suiqasd filmlar kategoriyasi ichida eng yaxshi film mukofotiga erishgan ikki filmning biri bo'lgan edi. Bu filmni suratga olish xizmati 2018-yilda boshlangan bo'lib, film uchun ular Turkiya, Qozog'iston, Norvegiya, Fransiya, Amerika qatorliq nurg'un davlatlarga borgan va u yerdagi yuzlagan guvohlik beruvchi shohidlar bilan yuz ko'rishgan. Film Norvegiyada turishliq Uyg'ur ziyolisi va faoliyatchi Abduvali Ayıp ham shundaqla turmadagi Uyg'ur ziyolisi Ilhom To'xtining qizi, Amerikadagi emgakchilar huquq birlashmasining majburiy emgak turi bo'yicha tadqiqotchisi Javhar Ilhomning sarguzashtlarini cho'rdigan asosda ishlangan bo'lib, filmda yana Qalbinur Sidiq, Gulbahor Jalilova, Mehrgul Tursun, Tahir Hamid Izgil va qozoq faoliyatchi Ayna Shormanbayev qatorliqlarning guvohliklari o'rin olgan. Abduvali Ayıp apandimning deyishicha, bu filmda yurtlaridagi oilalar uchun 100 dan oshiq kishi guvohlik bergan bo'lsa-mu, biroq bu kishilarning hammasining guvohliklarini filmga kirgizish mumkin bo'lmay qolgan. Qarindoshlikning kuchayishiga vosita bo'ladigan Muborak Ramzon oyi munosabati bilan Istanbuldagi Uyg'ur jamoati bir yerga jam bo'lib, iftorlash faoliyatlarini davomlashtiryapti. 16 mart günü İstanbul'daki Sharq Turkiston vaqfisining markazida iftorlash faoliyati o'tkazildi. Bu faoliyatga İstanbul'daki Türk Dünyası ve Sharq Turkiston ijtimoiy tashkilotlarining mas'ullari, Milliyetçi Hareket Partiyasi, Adalet ve Taraqqiyot Partiyasi qatorliq siyosiy partiyalarning İstanbul sho'ba mas'ullari ve İstanbul'da yashayotgan Uyg'urlardan ayol bo'lib ko'p sonli kishi qatnashdi. Bu qatimki iftor faoliyatini uyushtirgan Sharq Turkiston vaqfisining raisi Ilhon Turalli apandim Erkin Asiya radiosi qilgan so'zida mundaq deb ko'rsatdi. Sharq Turkistonning elchixonasi deb qaraldigan Sharq Turkiston vaqfisining markazida o'tkazilgan Sharq Turkiston vaqfisining markazida o'tkazilgan iftor programmasiga ko'p sonli muhim shaxslar qatnashdi ve birlik, barobarlik, qarindoshlik tuyg'usi ichida iftorlashdik. Bu go'zal ko'rinishlar bir tarafdan ko'nglimizga umidvorlik, hayajonlik va xushallik beg'ishlagan bo'lsa-mu, yana bir tarafdan ko'nglimiz yerim bo'ldi. Sharq Turkiston vaqfisining sobiq raisi va hozirgi bosh kotibi doktor Muhittin Jon Uyg'ur apandim mundaq deb ko'rsatdi. Biz Sharq Turkiston vaqfisi bo'lish sifatimiz bilan har yil Ramazonda iftor programmasi uyushtirib kelyapmiz. İstanbulda yashayotgan qarindoshlar bo'lsin yoki yerlik tashkilotlar bo'lsin, ularni bir yerga jam qilib, do'stlik, qarindoshlik muhabbatimizni, rishtimizni taqim kuchlantirish maqsadida keng ko'lamli iftor programmasi o'rinlashtirdik. Vatanimizda Xitoy hukumatı bizning xalqimizning ro'za tutishini, ibodat qilishini cheklayotdi. Bu iftor programmasi orqali bu ahvolni yerlik xalqqa anglatgan bo'ldik. Bu programma nihoyat muvaffaqiyatli o'tdi. 2024-yillik London kitob yarmankasida Uyg'urlarning fikr qilish erkinligi, nashr erkinligi va kitob o'qish erkinligiga qarta kun sari kuchayotgan xavf, jumladan madaniyat qirg'inchiligi muhokama qilindi. 2024-yili 3-oyning 14-kuni Xalqaro nashriyat jamiyati, Angliya qalamkashlar jamiyati va Xalqaro qalamkashlar jamiyati qatorliq o'rinlar birlikda 2024-yillik London kitob yarmankasida
nashriyat erkinligi, ifodalash, nashr qilish va o'qish nomida alayda yig'in o'tkazgan bo'lib, Uyg'urlar duch kelayotgan masalalar mana shu yig'inda o'tirib qo'yildi. Bu yig'in dunyoning har qaysi joylarida fikr erkinligi, nashr qilish erkinligi va kitob o'qish erkinligiga qarta kunsir kuchayotgan xavfni hal qilishni maqsad qilgan. Bu tahdidlarning kitob sohasida keng ta'sirga ega bo'lib, avtorlar, nashriyatchilar, kitob sotuvchilar, kutubxonalar va o'qirmanlarga cho'nqur ta'sir ko'rsatganligi bilinmoqda. Muhofizachi gazetidagi Claire Armistead riyosatchilik qilgan bu yig'inga bir qism mutaxassislar va hurmatga sazovor shaxslar nutq so'zlagan. Angliya Yozuvchilar jamiyatining a'zosi, Dunyo qurultiyining vakili shoir Aziz Aysa Alkunmo mazkur yig'inda so'z qilgan. Bu Uyg'urlarning fikr erkinligi, nashr qilish erkinligi va kitob o'qish erkinligining Xitoy hukumati tomonidan to'sqinlik uchirishi va kunsir kuchayotgan xavf haqida tafsiliy uchur bergan. O'xshash kunda Xalqaro qalamkashlar jamiyatining tashkillashi bilan mazkur 2024-yillik London kitob yarmankasida Uyg'ur she'riyati va shoirlar duch kelgan qismatlar haqida bir muhokama yig'ini ochilgan. Buningda Aziz Aysa Alkunning tarjima va tahrirligida tuzilgan Uyg'ur she'rlari nomli kitob tanishtirilgan. Bu yig'inda turmadagi ko'plagan yozuvchi va shoirlarning ijodiyati va beshiq kelgan ig'ir kunlar haqida tafsiliy fikr va tushuncha berilgan. Millatning taqdiri haqida ko'plagan maqolalarni yozgan, Uyg'ur jamiyatining fikr iqimiga ta'sir ko'rsatgan Yalqin Ro'zi, Abduqodir Jaloliddin qatorliq ziyolilardan boshqa yana tarixchi Abdulaziz Orxon, folklorshunos Raila Davud, tarix romanlari bilan dong chiqargan Yosinjon Sodiq Cho'g'lan, jamiyatshunoslik doktori Zulfiqor Barat o'z bosh qatorliq ko'plagan tadqiqotchi va yozuvchilarning turma lagerlarga tashlanganligi dalillangan edi. Aziz Aysa Alkun apandi bu yig'inning Sharq Turkistonda hilam davom qilayotgan madaniyat qirg'inchiligini tanitish va bildirish uchun nihoyat yaxshi fursat bo'lganligini alohida tilga oldi. London kitob yarmankasi 1971-yildan buyon har yil o'tkaziladigan cho'ng tipdagi kitob yarmankasi bo'lib, odat har yili martda Angliyaning London shahrida o'tkazildi ekan. Bu yarmanka dunyodagi eng chong kitob yarmankalaridan biri hisoblanadi ekan. Bu yilgi London kitob yarmankasi 2024-yil 3-oyning 12 kuni boshlanib, 3-oyning 14 kuni oxirlashgan. Bu yarmankaga 160 dan ortiq davlatning nashriyat sohasidagi vakillar qatnashgan. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizə gündəlik xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh. Jungle.